sayohatchilarimiz bilan mana hozir Gulxona bog'idamiz. Bu To'pqap saroyini shundoq pastida joylashgan. Bu mana shunaqa lolalari bilan mashhur joy. Hozir mana Ra'no opam bizlar bilan birgalikda sayohat qilyaptilar. Ra'no opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga 4 ta savolim bor. Xo'p, sayohatga kelishingizdan oldin nimadan cho'chigan edingiz va cho'chiganingiz to'g'ri ekanmi? Men to'g'risi olasiz mikrofoningizni. Men to'g'risi cho'chimaganman. Chunki sayohatga ko'p chiqqanman-da. Hech qaysi sayohatni reklamasida ota-onalar uchun, qariyalar uchun deb yozilgan yozuvni o'qimagan edim. Juda ham ko'p chiqqanman. Men eng ko'zim tushgan, eng birinchi meni shunaqa xursand qilgan, shu действительно bu reklama emas ekanda, ota-onalar uchun, qariyalar uchun turagan bu. Men shunaqa xursandman olib kelganimdan. Bu to'g'risi kecha aytdingiz, kamchiligini ham aytinglar deyapti-da. Allohga behisob shukr, yetkazganiga men kamchilik ayta olmayman. Men hali kamchilik ko'rganim yo'q. Men faqatgina hayratdaman, chunki o'zim juda ham ko'p kelganman. 6-marta kelishim men Istanbulga. Lekin shu safar kelganimda shunaqa chiroyli ma'lumotlar oldim. Avvalambor gidga shunaqa zo'r gid tanlagansalarda, hamma narsani keng miqyosda ipidan ninasigacha deydi, shunaqa tushuntirib beryaptilar-da. Mengizni ochib ichiga joylab qo'yyaptilar-da. Onamni charchab qolalar deb men qo'rquvdim-da. Shunaqa chiroyli plan qilingan. Bir kun mana keldik, kelgan kuni dam olindi. Ertasi kuni bilan sayohat, yana orasida ichganda 5-10 minut yurasiz, 5-10 minut yurasiz, to'g'ri. Lekin orasida dam olib yurishyapti-da. Qayerdadir o'tirishga sharoitlar bor. Transfer eshintigidan olib ketyapti. Любой payt hamma yoqda o'tirib dam olishga ota-onalar uchun sharoitlar bor-da. Yana o'zlari qiziqib ichiga kirib ketishyapti-da. Shu narsa emas, ko'proq gapiraman, chunki to'lqinlanib ketyapman-da. Xo'p, ikkinchi savolim, xo'p, safaringizda eng sizni hayratlangan narsa safar davomida? Safar davomida menda hayratlangan eng katta narsam shu bo'lyaptiki, haqiqatda har tomonlama o'ylanganda hamma narsa ota-onalar uchun o'ylanganda. Ota-onalarga nima qiziq? Mana shu tarixi har bitta borgan, mana Sulton Ahmedga bordik, Aya Sofiyaga bordik, Ayub radhiyallohu anhuning kecha masjidlariga bordik, o'shalarda duolar qilyapmiz. Shularga yoqadigan narsalar-da. Bilmayman, ota-onalarga yoqadigan menga plani hayratga soldi-da. Yana bugun men umuman kutmagan edim Abdukarim Mirzayev bilan uchrashuvimizni. Bu ambasadorlar ekan, safar travel. Ha, hali uchrashmasimdan ichimga sig'madi, hammaga yozdim. Ukamga yozibman, bolalarimga, kuyovimga, nevaralarim shu yerda ish qilib rasmlar tashlab yotibmiz. Onamlar xursandlar, onam xursand bo'lganlarga men xursand bo'lib ketyapman. Siz onangizlar bilan kelgansiz. Onangizlar bilan qiynalmadingizmi? Bu 3-savolim edi. Qanaqa ota-onalar uchun bu yaxshi paket hisoblanadimi? Qulayliklari qanaqa? Bitta narsani aytaman, men agar o'zim olib kelganimda qiynalib qolardilar onamlar. To'g'risi, nimaga? Chunki o'zim charchatib qo'ygan bo'lardim. Bular o'sha juda ham ko'p qilgansizlar bu narsalarni. O'sha bu sizlarda praktikadan o'tgan bo'lganing uchun sizlar bilasizlar nima yaxshiligini kattalarga. Mendan ham ko'ra yaxshi bilar ekansizlar. Men har kun olib chiqqan bo'lardim-da har xil joyga. Lekin shu planinglar zo'r bo'lyapti. Mana bir kun olib chiqyapsizlar, ertasi kun dam olyapti. Mana bugun hozir onamlar kitobimni o'qimadim, dedilar, bemalol o'qib dam oling dedim xonada. Men o'zim bu yoqda yosh kattalarni yonimizda, yana hamma narsada lokatsiyasi zo'rda, ataylar. Hamma narsa yonimizda, shunda borib aylantirib kelaman dedim. Oxirgi savolim, tavsiya qilgan bo'larmidingiz boshqalarga? Albatta tavsiya qilgan bo'lardim. O'zi tavsiya qilib yotaman. Ichim to'lib, nechta o'rtog'imga yozdim, prosta men kechroq eshitib qoldim. Keyingilarga boringlar deb tavsiya qilaman. Yana o'zim ham kelgan bo'lardim, to'g'risi. Xuddi shunaqa plan bo'lsa ham kelardim. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, ishingizga rivoj. Salomat bo'ling. Bu bizani 5-mayda kelgan sayohatchilarimizning fikrlari edi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. O'zingiz, oilangiz yoki ota-onangizni mana shunday sayohatlarga olib kelmoqchi bo'lsangiz, Safar Travel jamoasi sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Bu oddiy sayohat emas. Bu barchasi birma-bir rejalashtirilgan, ota-onalar uchun hammasi qulay, yaqin lokatsiya, chiroyli xizmat, o'zbek tilidagi gid bilan tashkillashtirilgan sayohat bo'ladi. Siz o'ylaganingizdek oddiygina Istanbul sayohati emas. Bu tarixga burkangan eng zo'r sayohatingiz bo'ladi hayotingizdagi. Tavsiya qilib qolamiz. Hammangizga rahmat kattakon. Safar Travel jamoasi doimo sizlar bilan yelkama-yelka.